Qur'on o'qilayotganda o'z ishi bilan bo'lsa bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Qori uyda Qur'onni unlik takror qiladi ekan. Oiladagilari o'z ishi bilan mashg'ul bo'laversa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Qur'on Karim tilovat qilinayotganda quloq solib anglash va jim turish musulmonlar buyurilgan ishlar jumlasidan bo'lib, A'raf surasi 204-oyatda Alloh taolo mundoq buyurgan: Qur'on o'qilsa, uni diqqat bilan anglab, jim turinglar, rahmat qilinasizlar. Bu oyatdagi buyruqning qaratmasi haqida olimlar 3 xil qarashda bo'lgan. Birinchi xil qarashda diqqat bilan anglash faqat namoz ishidala imomning qiroatiga qarata vojib. Namozning sirtida oyatning umumiy holatda kelganligiga asosan mustahab. Bu ko'pchilik olimlarning qarashidir. Ikkinchi xil qarashda bu oyatdagi diqqat bilan anglash buyruqi namozdagi, shundaqla juma, hayit xutbalardagi qiroatga qaratilgan. Bu Imom Tabari va Qurtubi qatorliq mufassirlar tanlagan qarashdir. Üçüncü xil qarash Hanafi mazhab olimlari tanlagan qarash bo'lib, buni Imom Shavkani tarjih qilgan. Bu qarashga asosan oyat keng va umumliqni bildiradigan bo'lg'achqa, oyat nozil bo'lish sababiga qaratilmaydi. Namoz sirtidimi biror o'zri tepilmagan ahvolda Qur'onni diqqat bilan anglash vojib. Lekin ular anglagan har bir kishiga diqqat bilan anglash vojibmi yoki ba'zilar diqqat bilan anglasa, boshqalar anglamasimi bo'lamdi degan masalada ikki xil qarashda bo'lgan. Ba'zilar namoz ichida anglash to'g'risida ayrim hadislar kelgan bo'lg'achqa, namozda anglash har bir iqtido qilguvchiga vojib. Ammo namoz sirtida ba'zilar anglasa, xuddi salomni ba'zilar ilik olganga o'xshash vojib ado bo'ladi. Chunki ba'zilar anglasa, o'qilgan Qur'onni zoya qilib o'tmay, uningga diqqat qilish orqali uning haqqini ado qilgan bo'ladi. Anglamaganlar gunohkor bo'lmaydi. Qiroat qilguvchimi uni bozor ko'chalarida va ish o'rinlarida o'qimaslik orqali uning haqqi hurmatini saqlashi vojib bo'ladi. Agar undaq o'rinlarda o'qib qolsa, uning hurmatini zoya qilgan bo'lg'achqa, ishini qilaverganlar emas, tilovat qilguvchi o'zi gunohkor bo'ladi degan. Yana ba'zilar oyat namoz ichi va sirtini o'z ichiga oladi deb qaragan va har bir anglag'uchiga diqqat bilan quloq solish farz ayn deb qaragan. Hanafi mazhabining yuqorqi qarashiga asosan bir kishi bir narsa yozib yoki dars o'qib o'ltirganida yanada bir kishi Qur'on tilovat qilsa, yozish bilan mashg'ul bo'lib Qur'onga quloq sololmasa, gunoh qiroat qilguvchiga bo'ladi. Kechasi kishilar uxlayotganda o'g'ziga chiqib unli qiroat qilsa, qiroat qilguvchi gunohkor bo'ladi. Ba'zi kitoblarda bir sabiy bola Qur'on o'qiyotganda oilasi ish qilib o'tib quloq solmasa, agar u tilovatni boshlashdan burun ishqa tutish qilgan bo'lsa, ular gunohkor bo'lmaydi. Tilovatni boshlagandan keyin ishni boshlagan bo'lsa, ular gunohkor bo'ladi, deyilgan. Hanafi mazhab olimlari mayli duo, mayli istig'for bo'lsin, umuman Qur'onga quloq solishdan to'sib qo'yadigan har qanday ishni makruh deb qaragan. Shunga Qur'on anglayotganda anglash farziga daxl yetkazadigan bo'lg'achqa salomni illik olmaydi. Tush ko'rguchiga yarhamukulloh demaydi. Anglash farzini boshqa bir ish yoki biror fazilatlik ish uchun tashlab qo'ymaydi. Chunki quloq solib tinglash orqali Alloh taolo va'da qilgan rahmatdan ko'zlangan maqsad hosil bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, namoz ichida imomning qiroatiga quloq solishni hamma olimlar birdek vojib deb qaragan bo'lsa-mu, namoz sirtida olimlarning qarashlari vojiblik bilan mustahablik o'rtasida bo'lgan. Vojib deganlarmi vojib kifoya bilan vojib aynning o'rtasida qolgan. Juma xutbasini anglashning vojibligi bu oyatdagi buyruq bilan bo'lmasa-mu, hadislar bilan isbotlangan. Lekin mazkur oyatning namozdagi qiroatni quloq solib tinglash haqida nozil bo'lganligi Hazrati Ibn Mas'ud, Ibn Abbas qatorliq ko'pchilik salaflardan kelgan. Buningga asosan namoz ichida imomning qiroatini quloq solib anglash vojib. Bu yuqorida aytganimizdek ijmo qilingan o'rindir.
Ammo namoz va juma xutbasi sirtida mayli yenimizdagi qari yoki radio yoki televizor yoki unalg'u qatorliqlardan qilingan tilovatni quloq solib anglash bo'lsa mustahab ishlar jumlasidandir. Alloh taolo Qur'on o'qilayotganda quloq solib ting'igan va iymon aytgan jinlarni Jin surasida madhilagan. İmam İzzeddin Abdussalam mundaq deydi. Qur'onni quloq solib anglash va uning ma'nilarini tushunishga tirishish targ'ib qilingan adab jumlasidandir. Uning o'rniga quloq solib anglashdan afzal bo'lmagan ishlar haqida parang so'qish shariatga qarta adabsizlikdir. Imomning bu so'zidan ehtiyojli ishlarda parang solsa makruh bo'lmaydiganligi ma'lum bo'ladi. Hatto Imom Rashid Rizo tafsirida İmam İbn Munzirning namoz bilan juma xutbasidan boshqa o'rinda Qur'onni quloq solib anglashning vojib emasligida ijmo borligini aytganligini naql qiladi. Chunki qiroat qilgan har qanday kishining qiroatiga quloq solib anglash va jim turishni vojib deyishda o'quvchi ustozlar ilmni, qozilar hukm qilishni, ilm setim qilguvchilar savdo to'xtamlarini, umuman har bir ish egisi ishni tashlab qo'yishni taqozo qildiganligi jihatdan intayin qiyinchilik keltirib chiqardi. Buningdan shuni xulosalash mumkinki, maxsus Qur'on so'rinda bo'lib biror mashg'uliyati bo'lmasa, Qur'onga quloq solib ting'ishi vojibdir. Zarur biror ish yoki ehtiyoj tufayli namoz va xutba sirtidagi qiroatga quloq solmasa, gunoh bo'lmaydi. Quloq solg'ach o'z ishini qila olsa mayli. Ish yoki zarur bo'lmagan parang va ishlar bilan mashg'ul bo'lib o'qilayotgan qiroatni quloq solib anglamaslik makruhdir. Önlük parang solish texmi ig'irdir. İmam Navaviy rahmatullohi alayh mundaq deydi. G'afil qarilar sal qaraydigan ba'zi bir ishlardan saqlanish orqali Qur'onni hurmatlashmi, ko'ngil bo'lishga arziydigan va ta'kidlab buyurilgan ishlar jumlasidandir. Masalan, zarur bo'lmagan ahvolda qiroat asnosida parang yoki varang-churung va kulkidan saqlanish va Alloh taolaning Qur'on o'qilsa uni diqqat bilan anglab jim turinglar, rahmat qilinasizlar degan buyruqini bajo keltirish lozim. Abu Davud rivoyat qilgan Ibn Umar radhiyallohu anhumaning qiroatdan bekor bo'lgan qadar gap so'z qilmaydiganligidek ish izlarini ulgi qilishi lozim. Yana qo'li yoki boshqa narsani o'ynab o'ltirmaslik lozim. Chunki u Alloh uniga xitob qilayotgan chaqda huzurida undoq qilsa bo'lmaydi. Yana diqqatini chachadigan narsalarga qarashqimi bo'lmaydi. Ammo o'qilayotgan Qur'onni boshqalar anglamasin deb qasddan varang-churung qilish bo'lsa, dinga dushmanlik qiladigan kofirlarning ishlari qatoriga kiradi. O'z vaqtida payg'ambarimiz Qur'onni yetkazib tilovat qilganda, kofirlar bu tilovatni Qurayshliklar anglamasin deb o'zaro mundaq tavsiya qilishgan. Sizlar g'alaba qilishinglar uchun bu Qur'onga quloq solmanglar. Uni ilishtirib o'tinglar. Tövəndə Qur'on o'qilayotsa quloq solib anglamaslikqa va quloq solib anglanmaydigan o'rinda Qur'on o'qishga munosabatlik bir nechta masalalarning hukmini olimlarimizning bayonlari bo'yicha qo'shib qo'yishni foydali deb qarayman. Varang-churung va so'l setiq paranglari qoplagan bozor va ko'chalarda, shundaqla hamma o'z parangi bilan mashg'ul bo'ladigan so'rinlarda o'nlik Qur'on o'qish yoki qiroat yangiritishni ba'zi olimlar bu ish avomning nazarida savobli ish deb qaralgani bilan ulamolarning nazarida Qur'onni quloq solib ting'ishg'ili bo'lmaganlik jihatdan Qur'onni xorlash doirasiga kiradigan gunoh ish deb qaragan va harom degan. Ahvolga qarab buni makruh deyishmi mumkin. Yana ulamolarning bayon qilishicha, bir ish qilib o'tib qiroat ting'ishgach o'z ishini qilib ketalsa, ting'ishash vujudga chiqqanlik uchun buningda biror cheklama yo'q. Ammo faqat ting'ishay olmasa, qiroatni to'xtatib o'tish lozim. Uxlash oldida yetib qiroat ting'ishsami bo'ladi. Qiroat qo'ymasa uxlay olmaydigan bo'lsa, qiroatni qo'yib uxlasa bo'ladi. Chunki oxirgi anlig'ini Allohning kalomi bo'ladi. Alloh taolaning diqqat, dillar Allohning zikri bilan aram topadi degan so'ziga asosan, buning ko'ngil xotirjamligiga foydasi bor. Uyda odam bo'lmasa-mu qiroat yangiritib qo'yish masalasida olimlar Qur'on Karim zikrining eng afzali. Zikrga rahmat farishtalari hozir bo'ladi. Shaytonni qo'g'laydi. Shunga odamzod yo'q uyda, varang-churung yo'q chaqlarda qiroat qo'yib qo'ysa bo'ladi degan. Shayx bin Baz rahmatullohi alayh aniqroq ko'rindigini shuki, vallohu a'lam. Baqara surasining hammani uy egisi o'qisa yoki radio qo'yg'ishlarda o'qisa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam degandek ashu uydan shaytonning qochishi hosil bo'ladi. Albatta,
odamzod anglamagani bilan jinlar anglashi mumkin. Bu Qur'onda Jin surasida aniqdir. Yana Qur'on o'qilgan yerga xotirjamlik va ko'ngil aromi yog'diganligi hadislarda kelgan. Bara raziyallohu anhu mundaq degan: Sahobalardan biri yanida qo'sh arg'amchi bilan bog'liq e'tibor holatda Kahf surasini o'qiyotdi. Ustini bulut qoplab borgansa yaqinlab kelib, eti urkigili turdi. Tong atqanda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, bu ishni Rasulullohga so'zlab berdi. Rasululloh: "U xotirjamlik va arom baxsh etadigan maxluqlardir. Qur'on sababidan tushgandir" dedi. Yana bir hadisda Rasululloh shayton Baqara surasi o'qiladigan uydan qochadi degan. Bu hadisda o'qiladigan degan so'zmi uy egisi bo'lsin yoki o'nalg'u qo'yguchi bo'lsin, har qanday o'qilishni o'z ichiga oladi. Yana bir hadisda kimiki Baqara surasini kechasi o'qisa, shayton 3 kecha uning uyiga kira olmaydi. Kimiki uni kunduz o'qsa, shayton 3 kunduz uning uyiga kira olmaydi degan. Vallohu a'lam.